Assalomu alaykum YouTube ahli. Bu galgi videomiz mana bu detal haqida bo'ladi. Xo'p, bu nima? Bu Spark avtomobilining korobkasida turuvchi reduktor, mana reduktor deyiladi. Chunki bu aylanadi, aylantirib beradi. Bu speedometr datchikning reduktori. Ya'ni bu korobkaning ichki qismiga qotadi, mana bu tomoni mana tashqarida. Bu yerga speedometr datchik qotiriladi, aylantirib burab. Rezbali. Xo'p, ana shu reduktor bu. Bu juda ancha qiynadi. Bu hozir ishdan chiqqan, ishlamaydigan detal. Bir 10 kun bu meni qiynadi. Sababi o'sha aybini topa olmadim. Speedometr, mana speedometr ishlamaydi. Boshida ishlab turib o'ynab qoladi. Ba'zida ko'payib ketadi, ba'zida tezlik, ba'zida ozayib ketadi. O'ynab turadi. Kilometr ham keyin o'sha 200 yuradigan bo'lsa, 140, shunaqa 150 atrofida yozadi. Bu tomonda kilometr yozadigan, probekt yozadigan qismi. O'sha probekt ham bunga bog'liq. Hamma speedometr mana strelka tezlikni ko'rsatib turuvchi, ham o'sha probekt ko'rsatuvchi o'sha kilometr ham mana shunga bog'liq bo'ladi. Mana men o'ylaganman, datchikni almashtirdim. Bir marta datchikdan deb o'sha chunki o'tgan ham bir almashtirganman, datchik almashtirganda yaxshi bo'lib ketgan. Hop, bu bilan birinchi datchik oldim, datchik almashtirdim. 70 mingga рабочий koreyskiy datchik oldim. Koreyskiy datchik qo'yiladi, chunki yangi datchik mana Xitoyga hozir ish bermaydi. Ishlashi mumkin. Balki ish berar. Asosan o'sha koreyskiy рабочий datchik qo'yiladi agar almashtiriladigan bo'lsa. Datchik oldim, 70 mingga qo'ydim. Yurdim, ozgina o'zgarish bo'lganday ko'rindi boshida. Keyin 2-3 kun yurganimdan keyin qarasam o'zgarmadi. Keyin qaytib borib datchikni qaytib borib berdim. Yana datchikdan chiqishi mumkin dedimda, sotuvchiga shunaqa dedim, datchikni olib borsam qaytib oldi, shunaqaga kelishgandik. Keyin menga pulini qaytmang, yana boshqa datchik bering bo'lsa dedim. Yana koreyskiy рабочий datchik. Ammo garantiyali ishlashi aniq deb berdi. Ikkovini o'sha birinchisini ham, ikkinchisini ham, demak datchikda emas muammo dedik-da. Siz buni qo'yib ko'ring-chi dedi. Xullas men qo'yib ko'raman dedim. Keyin agar yana datchikdan chiqmaydigan bo'lsa, demak datchikda emas muammo. Torpedani o'zidan bo'lishi mumkin. Mana ichidan yoki o'sha boshqa yerda muammo bor, o'sha kabelda yoki bir fishka-mishkasida deb o'yladimda, sotuvchiga tushuntirdim, yana qaytib olishga kelishdik. Keyin qo'yib ko'rdim, sirazi o'sha bozordan olib chiqib, yana ish bermadi. Umuman xullas strelka ko'tarmay qoldim, umuman ishlamay qoldim, nolda turaverdi, necha tezlikda yursangiz ham. Keyin qaytib bordimda, datchikdan emas ekan, datchikni qaytib berdim. Keyin sotuvchini o'zi aytib qoldi, o'sha reduktorni bir ko'rish kerak edi, reduktorni almashtirib ko'ring bir. Oldin ustiga ko'rsating dedi. Yo'q, dedim, ustiga ko'rsatmayman dedim-da. O'sha reduktorni menga bering dedim. O'sha yerda pulini beraman dedim. Xohlasangiz qaytaman, xohlasangiz qaytaman, menga reduktorni bering, o'zim ko'raman dedim. Keyin mana shu reduktorni berdi. Hozir u reduktorni qo'yib qo'ydim. Bu mana eskisi bu. Keyin uyga olib kelib reduktorni almashtirdim. Keyin almashtirib ko'rsam, haqiqatda ham o'sha o'zini mana shu reduktordan chiqdi. Sirazi ishladi. Kilometrni hamma yoqni sinab ko'rdim. Kilometr ham как положено to'g'ri yozyapti, xatoligi yo'q. Datchik ham mana speedometr strelka ham o'ynagani yo'q, to'g'ri ko'rsatyapti. Ko'payib ham ketmaydi, ozayib ham. Necha tezlikda yursangiz o'sha tezlikni ko'rsatyapti endi mana. Asosiy muammo mana shu reduktorda bo'lgan ekan. Mana chunki sababi mana bu yerda yaxshi ko'rinyaptimi yo'q, mana ariqchalari mana tishlari yotib ketgan, yedirilganga o'xshab. Mana ariqchalari ham sayozlanib ketganda. Mana muammo mana shu tishda yaxshi aylanmayotgan, oxir umuman aylanmay qoldi, o'sha strelka ko'tarmay qoldi. Ikkita datchik almashganda. Keyin u datchik ikkovini sinab ko'rgandan keyin endi men datchikdan deb o'ylaganman. Datchikni qaytib berdim, qaytib oldim. Mana reduktorni berdi. Mana reduktorni qo'ydim. O'zini datchigi hozir o'zining datchigida juda chiroyli ishlayapti. Orada 10 kun ovora bo'ldim, 2-3 kun bitta datchik qo'yib yurdim, yana yurdim, shunaqa vaqt ketdi. Endi ustaga olib borsangiz ham shuda boshqa narsa qo'yish kerak deydi. Buni remont qilib bo'lmaydi. Может, boshqa yerlarni ham ko'rib tashlashi mumkin. Ustalarimiz ham ajoyib. Xullas, ayb shundan chiqdi. Mana bu korobkada yechib olinadi, mana buni uy sharoitida qilish mumkin. Faqat yamadan qilinadi. Yama bo'lishi kerak. Korobkaga mana shunday qotadi tepa qismida.
oraliq joyda sal murakkabroq yetishsa, masalan 10 volt bilan bitta 10 volt bilan mana mustahkamlanadi korobkaga. Mana shunday holatda tushadi. Mana salnigi bor mana bitta mana. Korobkani moyini chiqib ketmaydi bu yerdan. Shuni salni qo'yadi. Demak, mana unda ham moy bo'ladi, moy yog' aylanadi bu yerda Aptol. Aptol ichida turar ekan, chunki buni yechganimda Aptol yo ko'proq ekanmi, oqar ekanmi, ozmuncha Aptol oqdi chiqib, men tezda unisini qo'ydim. O'sha olib kelganimda, u ham rабочий koreyskiy. Uni olib kelib tezda qo'ydim, chiqarsam yog'i chiqib ketyapti. Keyin hozir datchik ham yo'q, o'zini datchigi hozir bu yerda videoda ko'rsata olmayman. Xullas, aybi mana shundan chiqdi. Datchik, masalan, speedometr datchikda muammo bo'layotgan, speedometrda tezlikda muammo bo'layotgan bo'lsa, birinchi o'rinda datchik almashtirib ko'riladi. Keyin, masalan, mana o'sha kabellari ko'riladi, datchikni o'sha keladigan fishkasidan boshlab kabellarda uzilish bo'lishi mumkin. Keyin imkoni bo'lsa mana shu reduktorni ham almashtirib bo'ladi agar ulardan chiqmasa. Endi bundan ham chiqmasa, keyin mana pribor mana panelni doskani ochishga to'g'ri keladi. Shuni ichida ham muammo bo'lishi mumkin. Xullas shu videoni yakunlayman, keyin yana ko'rishamiz boshqa videolarda. Endi bu masalan men 200 yurganimda 145-160 da o'chadi gaz. Men orada video qilganman, gazdan da o'ylaganman, endi kilometrga e'tibor bermaganman. Bu strelka yaxshi ishlagan. Endi oz-moz kam shu ishlagan bo'lishi mumkin. O'shani hisobiga bag'da probeg kamroq ko'rsatgan. Masalan, 200 yursam 140, 150 ga tushib qoldi. Keyin o'sha hisobiga men gaz reduktorini ochdim. Video qilganman, uni ko'rsataman. To'g'rilayman. U bilan ham bir hafta 10 kun ovora bo'ldim. O'sha bilan ham ancha vaqt ketib qoldi. Keyin o'sha keyin bilib qoldimki, muammo bag'da ekan. Mana u o'zi probeg kam yozayotgan ekan, chunki mana bu to'liq aylanmayotgan, o'sha mana tishlar o'tib ketayotgan bo'lganda, to'liq aylanmagan shuni hisobiga. Keyin bu yerda bu to'liq aylanmagandan keyin mana datchikni aylantirib bera olmaydi, datchik kamroq aylanadi, оборот kamroq bo'ladi va bu yerda ham probeg o'z-o'zidan kamayadi, kilometr kamroq ko'rsatadi. Mana shuni hisobiga. Men u gazdan muammo bor deb gazni kovlaganman. Gazni bir hafta 10 kun sozladim. Undan keyin buni sezib qoldim. O'sha mana u strelka ham o'ynab qoldi. Orada 1-2 o'ynab qoldi. O'shandan sezdim keyin. Demak, strelkada muammo bor bu yerda. Mana skorosti mana tezlikda strelkasi. Keyin bilib qoldim. Keyin yana ko'rishamiz. Hozir videoni yakunlayman hozircha. Keyingi videolarda yana ko'rishamiz. Sayr.